O'g'lim 10 kilolik balo tutib keluvdi. O'shani pishiramiz deb tayyorlab tursa, xo'jayinim peshinda balo pishirib yeb olmaydi stuvda deganlar uchun tez lekin zo'r ovqat tayyorlagin dedilar. Shu ovqatni tayyorlashga tushdim. Xamirni ovora bo'lib yoyib o'tirmasdan tayyor lavash xamirlaridan foydalandim. Xamirni ochib olib, shunaqa ko'rsatgandagi birinchi bu yog'ini 3 ga bo'lib olamiz va u yog'ini 5 taga bo'lib olamiz. Hamma xamirlarni tayyorlab olgandan keyin hammasini ichiga nachinka solib shunaqa o'rab chiqamiz. Qiziljo'li umuman ochilib ketmaydi, chetlaridan ham chiqib ketmaydi qiymalari. Juda ham zo'r chiqadi. Mazasi prosta vav. Uchiga bo'lsa yog'dan ozgina surib olib shunaqa o'rab olamiz. Taomga kerakli masalliqlar uyda qolmagani uchun korzinka Google kirib, sразу dastavka qildirib oldim. Juda ham tez keladi va undan tashqari nima kerak bo'lsa hammasini bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Birinchi 3 ta zakazligiga 30 ming so'mdan skidka. Shunda uyda o'tirgan holda zakaz qilsanglar bo'ladi. Menda qiyma bilan piyoz qolmagandi, shunda kirdimda. Undan tashqari o'zimga kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini atmetka qilib, sразу dastavka qildirib oldim. Issiqda siz ham ko'chaga chiqingiz kelmayotgan bo'lsa, korzinka go'dan siz ham menga o'xshab zakaz qildiring. Ovqatimiz pishib chiqdi. Xohlasanglar qatti bilan, xohlasanglar ikra bilan shunaqa zo'r albatta tayyorlab ko'ringlar.